Yunusobod 12-kvartalda 2 xonali uyimiz chiqdi. 3-etaj, 4 etajli domda toza kvartira ekan. Yaqinda chiqqan. Narxi 266.500. Orientir Metro Turkiston. Obzorimizni boshlaymiz. Tayyor remontli ekan. Mana bu yog'imiz prixoshka hisoblanadi. Chap qo'limizda. Tualet hisoblanadi. Sanuzel. Yana bu yog'imiz vanna. Yaxshi eshiklar qo'yib qo'yishibdi. Kafildan chiroyli qilib qo'yishibdi. Lyustralar ilib qo'yishibdi. Ko'rayotganinglarda mana bu yog'imiz spalnik hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek lyustralar chiroyli qilib, akvaromlari bor ekan. Dekor bilan ko'ryapsizlar, juda chiroyli shinamgina atechentlar qilib qo'yishibdi. Bu yog'imiz общий zal. Zalimiz ham juda chiroyli, yangi batareyalar qo'yib qo'yishibdi. Mana bu yog'imizga lyustralar qo'yib, направление qo'yib qo'yishibdi. Balkonimiz 1,5 ga 6 balkon. Ko'ryapsizlar, juda chiroyli. Mana plashadkalari ham juda zo'r. Ko'rsatib o'tib ketaman. Katta keng mashinaga parkovkaga joy bor. Mana bu yog'imiz kuxnya. Shu uyimizga 66.500 so'raymiz. Orientir Metro Turkiston. Qiziqqan bo'lsa, nomerni qoldiramiz.